Kelinglar bugun sal boshqacharoq tarzda video qilamiz. Ya'ni men уже bu kompaniyada masalan 3 yildan ortiq ishlab kelyapman. Agarda menga mana shu avtomobilni sovg'a qilib berishsa, men bu avtomobilni olamanmi, yo'qmi? Ya'ni olish aniq u narsa. Qanaqa tekin narsa bo'lgancha 100% olaman, lekin bu mashinani pluslari hamda minuslarini bugun sizlar bilan ko'rib chiqmoqchiman. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda Jack G7 avtomobili bo'ladi. Hamda boya aytganimdek, agarda bu avtomobilni oladigan bo'lsam, qanaqa bunda pluslari, qanaqa minuslari bor, shularni hammasini ko'rib chiqaman hamda sizga mashinani to'liq sekin-sekin tanishtirishni ham boshlayman. Xo'p, bu Jack G7 buni dizayni to'g'risini aytganda 2018-19-yildan beri o'zgarib kelgani yo'q. Ya'ni taxminan уже 7 yil, salkam 8 yil bo'lyapti mashinaning dizayni o'zgargani yo'q. Menimcha shu bitta minuslardan biri deb hisoblayman. Chunki buni bundan keyin chiqqan har xil modellar bor. GS6, G ni anaqa G harfi bilan G7 degani bor buni ham. Buni o'zi J7 bo'lsa, u G7 degani bor. Uni ham dizayni yangicha bo'ladi. Bunda esa dizayn hali eskicha qolib ketgan. Avtomobilni yana nimalarni aytsam bo'ladi? Dvigateli 1.5 turbo dvigatel bilan jihozlangan hamda 140 ot kuchiga ega. Shu 140 ot kuchi atrofida bo'ladi. Hamda bu avtomobil haqida nima deya olaman? Dvigateli 1.5 turbina bo'lgani bilan unaqangi maksimalniy darajada mощности chiqarib berila olmagan. Ya'ni 1.5 dvigateli 1.5 litrlik dvigatel o'zimizning mashinalarda 107, 110 ot kuchini chiqarib beradi atmosferniy holatda. Agar turbina qo'ysangiz, taxminan ularni 180 ot kuchigacha ham chiqarsangiz bo'ladi. Ya'ni mashinada to'liq potensial ochilmagan, ya'ni dvigatelida. Lekin menimcha 1.5 litrlik turbo dvigatel bo'lganiga sababli bu mashinaga agar yaxshi benzin quyadigan bo'lsangiz, benzin rasxodi juda ham kam bo'ladi. Chunki mashina yurganda hech qanaqangi nima deydi, kuchli nagruzkaga tushmaydi. Mashinani yurishi yengil bo'ladi. Xo'p, mashinani aytdim, xarakteristikasini aytdim. Endi agar men bu mashinani oladigan bo'lsam, birinchidan plus tarafini aytaman, farlarni almashtirmayman. Chunki faralari zavodskoy LED bo'ladi. Ya'ni уже bu narsani almashtirishga hojati yo'q. Agarda keyinchalik qanchadir yillar o'tgandan keyin agar buni yoritishi pasayadigan bo'lsa, undan keyin almashtirishni o'ylab ko'rsa bo'ladi. Hozircha esa faralarni almashtirish kerak emas. Oldlarini ham dizaynini o'zgartirishga ortiqcha ish qilish shart emas. Lekin ko'rib turibmiz, mashinaning tumankasi yo'q. Tumanka agar bunga to'g'ri keladigan, qolipda tushadiganlari bor bo'lsa, balkim o'rnatsa bo'ladi. Lekin O'zbekiston sharoitida tumanka unchalik kerak emas. Faqatgina hammani qarg'ishiga qolib, hammani so'kishini eshitib yurasiz agarda yaxshiroq bo'lmagan, yomonroq tumankani qo'ysangiz. Mashinaning g'ildiraklarini qaraymiz. G'ildiraklari bunda razmeri R17 razmerida bo'lar ekan, hamda diskalarini ko'pchilik almashtiradi mashinalarni. Bunikini almashtirish shart emas, chunki mashinaning o'zini dizayniga, o'zini diskasi juda ham yaxshi yarashib turibdi. Menimcha almashtirishga hojat yo'q. Lekin balonlarga keladigan bo'lsa, endi bu mashinani men ko'p haydagan bo'lsam ham, endi har xil turdagi mashinalar haydaganman. Mashinaning jostki yoki mягкийligini aynan balondanmi yoki podveskadanmi bilib bo'lmaydi. Shuning uchun bu mashinani boshida haydab ko'rish kerak. Haydab ko'rgandan keyin agar balon sizga jostkiylik qiladigan bo'lsa, balonni almashtirasiz. Bo'lmasa, o'zini baloni ham yaxshi. Xo'p, nimalarni aytaman? Avtomobilga to'liq tonirovka qilish kerak. Bizning hozirgi mashinalarga o'xshab orqa taraflari tonirovka bo'lib chiqayotgani yo'q. Ya'ni Jack mashinalarida to'liq akvarium bo'lib chiqyapti. Ya'ni siz orqalariga tonirovka qilasiz, old oynalarga agar tonirovka qilmaydigan bo'lsangiz, men solnsizashitniy plyonka yopishtirardim. Chunki bu narsa tonirovka bo'lmasa ham quyosh issig'idan saqlaydi. Hamda yozda siz mashinada komfortli harakatlanasiz, hamda konditsioneringiz ham yaxshiroq ishlab beradi. Yana nimalarni aytishim mumkin? Endi mashina to'liq qora rangda bo'lgani uchun mana bunaqa nikel xromoviy stavkalari bor. Bularni didga qarab kimdir qoldirishi mumkin. Men bo'lganimda buni qora black piano plyonka bilan torttirib, polniy mashinani qop-qora tarzga olib keltirar edim. Nimasi bor yana aytiladigan? Mashinaga o'zi 1.5 turbo bo'lgani uchun bunga даже metan ham qo'ysa bo'ladi. Buni yo'lini bizani o'sha Sirdaryoda ham o'sha katta gaz yaxshi qo'ysa, o'sha yerda ham bemalol bu mashinaga qo'yib berishaveradi. Lekin metan qo'yish bu mashinaga sal jalqi bo'ladi, chunki bilasiz, metan baribir suyuq gaz emas, u quruq bo'lgani uchun dvigatelni quritib, sal mazasini qochirib qo'yishi mumkin. Agar gaz qo'yiladigan bo'lsa, bu mashinaga propan qo'ygan bo'lar edim. Atak bu mashina 92 benzinda yaxshi yurib beradi.
Mashinada lyuk bor. Eng asosiysi shu. Lyuki bor, uje plus komfortga yana 10 ta pog'ona qo'shib beradi. Lyuki borligi mashinaga nima deydi? Qanaqadir o'ziga bagatelini beradi. Orqa ko'rinishiga kelsak, to'g'risini aytsam, o'sha boyaga gap. 8 yil, 7 yil oldin qilingan dizaynda qolib ketgan. Ya'ni monoqosh bo'lganiga qaramasdan mana shunaqangi ko'rinishdagi faralar. Kimdirga bu yoqishi mumkin, kimdirgadir yoqmasligi mumkin. Men o'zimni xolis fikrimni aytishga chiqqanman bugun, shuning uchun menga aytaman, menga orqa faralari bu mashinaniki yoqmaydi. Orqa kamerasi bor. Orqa kamera olib o'tirish kerak emas. O'zim juda ham kuyib ketdim mana shu orqa kamerani deb. Bir 2-3 marta almashtirdim. Moykaga borsam, karcher qilsa kuyib qolyapti. Bu mashina zavodskiy bo'lgani uchun xudo xolasa kuyib qolmaydi. Bagajiga keladigan bo'lsak, bagaji realni aytaman, keng. Ya'ni bu yerda o'zini nakatka balonlari bor. Maksimalniy 80 km/soatgacha chiqarsangiz bo'lar ekan. Ya'ni o'zini g'ildiragiga qaraganda sal kichikroq bo'ladi. Shuning uchun u nakatka deyiladi. Zapaska bo'lishi uchun haqiqiy mana shu g'ildirakni o'zini kopiyasi bo'lishi kerak. Razmerlari ham bir xil bo'lishi kerak. Mana sizga ko'rsatib o'taman. Anchagina kichkinaroq bo'lgan balon bo'ladi. Nakatka bo'ladi bu. Yana qo'shimcha mashinada chiqargan narsa bu mana bunaqangi 3 burchak znak bo'ladi. Ya'ni avariyniy holatda 3 burchak znakni ko'chaga qo'yib qo'yishingiz uchun. Bagajni o'zingiz sezish shekilli juda ham keng tarzda qilingan hamda mashinaning kuzovi sedan emas, bu liftback hisoblanadi. Sekin mashinani yopib, endi mashinaning ichkari tarafiga o'tsak ham bo'ladi. Tak, mashinani qulayliklaridan haydovchi tarafda besключевой достуp bor, bu yaxshi. Yana qanaqa xarajatlardan saqlab qoladi agar bu mashinani xarid qiladigan bo'lsangiz. Bu mashinani xarid qiladigan bo'lsangiz, menimcha bunga chexol kiygizish shart emas, chunki mashina qora napa koja bilan qoplangan, sidenalari, polniy hamma joyi o'zi qora koja bo'lyapti. Qoraligini bitta plyus tarafi bor, uncha kirligi bilinmaydi. Agarda mana shu sideniyani prosta kojalar yorilib ketmasin deydigan bo'lsangiz, bitta nakidga tashab qo'ysangiz bo'ladi. Atak u ham shart emas. Eshikni yopib olaman. Bu degani sizga chexoldan uje hech qanaqangi xarajat yo'q. Bardan hech qanaqangi xarajat yo'q, chunki mashinada zavodskiy bar bor. Mashinaning orqa kamerasi bor. Ortiqcha mana bu yerga kamera qo'yib, mana bu orqa mana bu ko'rsatadigan ko'zguni ustini bosib qo'yib, ortiqcha narsa qo'yishga hojat yo'q. Mashinaga monitor qo'yish kerak emas. Mashinaga nima deydi? Ortiqcha ko'p xarajat qilmaysiz xullas. Maksimum mashinaga polik olinadi, nomer olinadi, tonirovka bilan mana shu sonsuzachiy plyonkalarni yopishtiriladi, bo'ldi. Bu menimcha plus hisoblanadi, chunki siz itak mashinani nima deydi? Salkam agar sotib oladigan bo'lsangiz, salkam 250 million, 240 millionlarga sotib olasiz. Shunda uje nima deydi? Bari bor. Sidenalari koja, ortiqcha xarajat qilish shart emas demoqchiman xullas. Bu yerda biz nimani ko'rib turibmiz? Bu yerda bizda mashinaning mana bunaqangi ikkita pulti bo'ladi. Bu pultlar orqali siz bagajni ochishingiz mumkin, hamda mashinani ochib yopishingiz mumkin. Favqulodda holatda mashinani ochish uchun o'zini har bitta pultning ichida mana shunaqangi mexanический kalitlari bor. Bu yerda fleshga qo'yish uchun joy hamda telefon zaryadga qo'yish uchun USB port bor. Bu yerda esa 12 voltlik zaryadga qo'yish uchun joy bor. Ya'ni buni prikуритель ham qilib ishlatsangiz bo'ladi. Mashinani monitorini ham yoqib ko'rsataman. Ungacha mana bu skoroskga e'tibor berasiz, xuddi avtomatga o'xshaydi, lekin aslida buni konditsionerni o'chirish kerak, uxlavordi. Avtomatga o'xshaydi, lekin aslida bu avtomat emas, bu variator. Har bitta videomda aytib o'taman, variatorli korobka qanaqa bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin sizda. Variatorli korobka avtomatdan qanaqa farqi bor desangiz, aynan shu variatorli korobka mashinani haydasangiz, siz mashinadagi skorostlar o'zgarishini sezmaysiz. Ya'ni haydab ketayotgan odam hamda o'tirib ketayotgan odam to'liq komfortda ketadi. Hech qanaqangi birinchi skorostdan 2 ga 2 dan 3 ga o'tayotganda mashinada silkinish bo'lmaydi. Tekis silliq mashina yurib beradi. Xo'p, bu yerda o'zini elektron ruchnigi bor, auto hold funksiyasi bor. Stabilizatsiyasini o'chirib qo'yishingiz mumkin agar mashina juda ham spokойно ketayotgan bo'lsa, shunday olasiz, bitta sport rejimga qo'yib, ya'ni bunda sport deb qo'yilgan, endi как mexanika bo'ladi. Sport rejimga qo'yib, shunday bitta tractionni o'chirib qo'yasiz, ya'ni mashinada o'sha traction nima degani, stabilizatsiyasini bitta o'chirib qo'ysangiz, mashina
yo'lda yurishi to'liq sizga bog'liq bo'lib qoladi. Hech qanaqangi stabilizatsiyalar hammasi avtomatik уже shu joyni o'zida o'chadi. Bu degani siz xohlagancha mashinani haydasangiz bo'ladi. Xo'p, nimalarni aytsam bo'ladi? Ochki qo'yadigan joyi bor. Bu bitta plyus. Bu yoqdan tepadan kozirёkni tushiramiz. O'zini oynachasi bor. Ikkala tarafda ham bu ham plyus hisoblanadi, chunki hozirgi mashinalarning ko'pchiligida kozirёk bo'lsa ham oynasi bo'lmayapti. Hamda o'sha o'zimizning jentlmenniki shunda pardasini qo'l bilan orqaga tortib, unda knopka bilan ochib yopadigan lyuki bor. Nima desam bo'ladi? Mashinani agar menga sovg'a qilishganda juda ham xursand bo'lardim, chunki mashinaga agar mehr berib qarab haydasangiz, juda ham chiroyli mashina hisoblanadi, shaharga ayniqsa. Mana hozir boshqatdan tashqariga chiqamiz. Prosta tan olish kerak, mashina rostdan ham juda ham chiroyli ko'rinishga ega. Agarda men aytganimdek, agar meni fokusim bo'yicha ish qilinadigan bo'lsa, polniy black piano qilinadigan bo'lsa mashinaga, endi oldiga agar tonirovka tortilsa, polniy krugovoy tonirovka qilinsa, mashina prosta yonadi. Unga bittagina narsa yetishmaydi, u ham bo'lsa chiroyli nomer bo'ladi. Chiroyli nomer taqib qo'ysangiz, mashinani уже minishga tayyor bo'ladi. Nima demoqchiman bu video orqali? Bu video orqali mana shu avtomobilni olishga arziydi deb aytmoqchiman, chunki sizni har xil turdagi xarajatlardan saqlab qoladi. Xarajat qiladigan bo'lsangiz ham mashinani akkuratli saqlash uchun xarajat qilasiz. Xo'p, video davomida menimcha mashina haqida batafsil ma'lumotlarni aytib o'tdim. Mashina gibrid emas. Ya'ni eslatib o'taman, balkim kimdir gibrid deb o'ylashi mumkin, chunki hozirgi kunda gibrid mashinalar juda ham ko'p. Chista benzinda yuradi. 92-95 quyasiz, mashina sizga uzoq yillar davomida ishlab beradi. Mashinani narxi har kuni o'zgarib turibdi. Boya men aytgan narx taxminiy narx hisoblanadi, hamda aniq narxni bilish uchun bizning raqamlarimizga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Yoki China Motors'ning 3-etajdagi ofisiga tashrif buyuring, bemalol avtomobil haqida ma'lumotlarni olib ketsangiz bo'ladi. Barchangizni keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Bu video yoqqan bo'lsa, like hamda podpiska bosishni unutmang.